Hammaga salom. Biz bugungi videomizda Sentry Tor Superman'ni bir-biri bilan solishtiramiz. Video boshlandi. Ularni kuch, chidamlilik, aql, regeneratsiya va qurollar punktlari bilan solishtiramiz va albatta tezlik bilan. Kuch bunda Sentry yaqqol ustun, chunki unda Void bor. Lekin Superman gazetada tektonik platani qimirlatgan, lekin biz buni ko'rmaganmiz. Torga kelsak, u so'nayotgan yulduz energiyasiga dosh bergan. Men videoni boshida aytmagan edim, ularga men ball beraman. Birinchi raundda Sentryda 80 ball, Supermanda 50 ball, Torda esa 30 ball. Chidamlilik. Bunda Sentry aql ustundir. Sentryda 100 ball, Supermanda 70 ball va Torda esa 70 ball. Aql bunda ham Tor. Chunki Torning yoshi 1000 dan oshgan. Torda 120 ball, Supermanda 90 ball, Sentryda 15 ball. Chunki u xotirasini yo'qotib qo'yadi passivni. Regeneratsiyada ham Sentry chunki Sentry juda ham tez tiklandi, ya'ni u atomlar darajasidadir. Sentryda 1000 ball, Supermanda 500 ball, Torda 199 ball. Tezlik. Sentryda 100 ball, Supermanda 101 ball, Torda esa 95 ball. Qurollar. Torda 100 ball, Superman va Sentryda 0 ball. Sababi ularga qurolni o'zi kerak emas. Agar Sentryni Void'ni hisobga olsa, Sentryda juda ham ko'p ball bo'ladi, lekin men uni hisobga olmayman. Jami hisobda Sentryda 1295 ball, Supermanda 820 ball, Torda esa 614 ball. Ballar va punktlar bo'yicha Sentry biroz g'olib bo'ldi. Endi ular uchrashib qolishib jang qilsalar, ularning jangi qanday bo'lardi? Salgina tasavvur qilib, ularning jangini sizlarga aytib beraman. Tor Thanos bilan uchrashmasdan yerga yetib keladi. Sababi Thanos Helaga, ya'ni Asgardga hujum qilmoqchi bo'lib, Hela uni o'ldiradi. Tor esa suradi Asgarddan aholisini olib. Bu vaqtda Superman Doomsdaydan yeganini yetgan edi. Lekin portal ochilib, Batman, Superman va uning qizi Marvel olamiga paydo bo'lishadi. Sentry esa yotgan joyda salgina ertaroq turib, ular bir-biri bilan ko'rishadi. Albatta, qasoskorlar binosida. Tor Supermanning qiziga gap otadi. Tushunmagan uchun Torning xarakteri faqat passivni shunaqa. Va Superman Tor bitta urib uchirib yuboradi. Sentry qo'yinglar, urushmanglar desa, Superman bitta kalla qo'yaman deb Sentryni Void bilan butunlayga birlashtiradi. Void esa Torni olib qo'li bilan bug'ib parchalab taylaydi. Tor o'ladi. Superman endigina quyoshdan maksimum energiya olaman deganida Void uni oyog'idan tortib yerga yiqitib, uni o'ldiradi. Endi Void brat multi olam jangiga yuzlanadi. U har bitta personajni o'ldirishni xohlaydi. Shuning uchun nuqta va nuqta. Videomiz shulardan iborat edi. Kelgusi videolargacha ko'rishguncha. Endi nega ovozingiz salgina yomonroq desalaringiz, men shamollagan edim. Sizlar uchun nega katta video olib beryapman. Ya'ni aktivni sizlar yaxshi qilasiz deb o'ylayman. Endi agar bu videoni aktivi juda ham yuqori bo'lib ketsa, men multi olam jangini davom ettiraman. Bunda DC, Marvel juda ham ko'p olamlardagi personaj Void bilan to'qnashadi. To'g'ri, Voidning komiksdagi eng kuchli versiyasi boshqa personajlarnikiga kuchi yetmaydi. Shuning uchun men unga salgina boshqacharoq kuchlar, effektlar beraman. Videolarim shulardan iborat edi. Hammaga xayr, всем пока deb qolaman YouTube ahli.